Aziz obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, Jiguli so'raganlarga, rossiyskiy mashina so'raganlar narxi juda ham tushib ketdi sababi yillik yildan bu yog'iga mashinalarda spiskami narsa qilinadi deyapti. Ya'ni chiqarib tashlanadigan deb qilyapti. O'shaning uchun akalar mashinalar hozir juda ham ko'p chiqqan, sotilib arzon bo'lib ketdi akalar. Ko'ringlar narxlarni, yoqib qolsa like bosib ko'rasizlar. 2008 akalar mana. Ko'ringlar, yana bitta Lada Priora akalar. Buni ham bitta ko'ringlarchi, ma'qul kelib qolsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana. Qani aka motorni bitta ko'raychi buni? Kraskasi qanaqa buni? Kapotash qanoti. Mana. Konditsionerlar bor ekan. Metani bor ekan aka, ha? Motori ham yo'q joyida. Muarras o'tmaydi. Qancha yurdingiz aka? 400 dan o'tgan ekan. Chixol pollik bor ekan, ha? Ochiladimi? Temirmi bu? Temir metan, ha? Temir metan akalar. Qancha qilib beramiz? 3,5 deyapsiz. Kami bor. 3,5 deyapsiz, kami bor. 2,5 ga naqqa berasizmi? Qani u ham shunaqa ekan, lekin aka dahshat ekan. 3 ga beraman deyapti aka. Kelishtirib bering. Lekin yili baland ekan uni. 8 mi so'rasiz? 8 mi, 13 mi? 8. Telefon nomeri aka bunga? 94lik 308 308 89 18. 89 19. Bozor kirishlik bilan kelishib oldik. Icharimdan qo'yamizmi? Bo'laveradi akalar, mana bozor oxiri уже tugayapti. Shu beriladi. Bermagangiz bo'ldimi? Nimaga barterga nima qilishyapti? Qani hozir. Barterga? Qayerdagi o'zi bu aka mashina? Vosoydiki. Motor, korobka, hadovoy hamma yo'g'i joyida mashina so'raganlar uchun mana telefon qilaverasizlar. 8-yilda ishlab chiqarilgan Lada Priora so'raganlarga Lada Priora akalar boshdan ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi qanaqa aka? 15-20% bor. Chexol, pollik, magnitofon bar, hamma yo'g'i bor. Ichi butun deyapti akamiz mana. Ko'rinishlar akalar. Hamma yo'g'i bor, ha? Bizga hamma yo'q bor, Bo'lardi. Ko'rinishlar. Qani aka? Halol narsaga ham bo'ladi aka, ha? Qayerda ochiladi bu aka? Mana. Motorlari ham aka Priora o'ziniki aka. Konditsionerlar ishlaydimi? Konditsionerlar hamma yo'q bu mashinada. Ishlaydi. Soat bo'lsa motorlar. Bo'ldi. Diskalar ham 400 dollarlik diskalar aka. Bu ya? Diskasi. 4 kilo chiqadi aka, diskasini o'zi. Duralemi. O'ta injiq zo'ridan. Qancha yurdingiz mashinada aka? 241 ming. 241 ming yurgan mashina. O'zim yurgan, ha, Probek? Ha, aka, unaqa nima yo'q. Qaytarilmagan. Bo'ldi. Necha pul qilib beramiz aka? Aka 3800 kam bor deyapmiz, tushirib beramiz. 3 ga berasizmi? Yo'q aka, 3 ga beramiz. Bering bir foydalansin aka. Yo'q. Mana ishsin aka. Ish qo'zi borda buni o'ziga yarasha. Bu ana aka, bu mashina bu aka, bu Nexia bas aka, yo bu Spark bas aka, bu mashina bu. Bo'ldi aka. Priora bu. Shu mashinani bering 3 ga aka bo'lmasa. Bo'lmaydimi? Yo'q. Telefon nomer 94lik 94lik 396 aha 41 44. Qayerdagi? Shahar Farg'ona. Farg'ona. Generalda bo'ladimi? Любой dokument. Любой dokument bo'ladi. Bo'ldi. 1-yilda ishlab chiqarilgan hurmatli obunachilar mana. Volga pikapda endi bu to'g'rimi? Volga pikap tayyor, 2 tonnagacha ko'taradigandan ko'rsataman. Mana zapaskalarigacha bor. Chixol pollik yo'q bo'lgan. 2 metrligi bo'lsa kerak, adashmasam, uzunligi 2 metr. Bu yoqlarda nimasi ham bor mana. Dugalarigacha bor ekan. Mana. Holat. Qiziqqan yurtdoshlarimiz bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Motor, korobka, hadovoy hamma yo'g'i joyida. 2 tonnagacha yuk oladi. Pul topadigan mashina haqiqiy. Mana. Arendaga
ishga qatnagan Cobalt Nexia Gentra yoki Nexia 2 Ha, eshiklari ochilishlari pul bilan ochiladi, ha, bemalol. Pul bilan. Oynaklari ham ko'tarilishlari pul bilan ochiladi, ya'ni elektronika. Nimasi? Ikkita balon gazi bor. Ikkita metanmi? Ha, ikkita metan. Hammasi hujjati joyida. Hozir ko'rsataman. Aha, keling ko'rsating bo'lmasa. Qancha ko'taradi endi o'zingiz yuklab yurganingiz? 2 tonnaga turibdi. Ha, 2 tonnaga yukladingiz. Ko'tardimi? Bemalol. Bemalol oladi, ha? Bo'ldi. Qayerda ochasiz endi buni? Hojiboy metani qayerda? Gazdagi aktarimi bu? Hammasi bor. Ha, bo'ldi. Mana. Gazning akitlari akalar. Tak, tayyor ekan mashina. Nechta tonna? 2 tonna deysiz, ha? Nech pul qilib berasiz buni? Narxini? 2000 so'rayapsiz. Kami bor? 1,5 ga berasizmi? Yo'q. Qanchaga? Qo'shadimi ozmas? 20 1600 700 qilishdi. 1600 qilishdi, bermadingiz. Ustiga ursa sotiladi. Tayyor, kamchilik qilmaydi olgandagina. Qanday qoladi? Telefon nomeringiz? 99 99lik 854 854 83 79. 83 79 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar mana. Gap yo'q. Qayerdaki bu? So'xdik. 2000-yilda ishlab chiqarilgan 07 so'ragan akalarimiz bo'lsa, 07miz ham bor. Tayyor ko'ringlar akalar. Metani boridan. Haqiqatda 07 mana. 21 06 deb qo'yibdim aka. 07 ha bu. Motorlari yaxshimi? Moy rasxodlari yo'q aka. Hadovoylargacha qilib qo'ygansiz. 2000-yil. Qizartirib qo'ysiz nimasini ham, ha? Bo'laveradi. Chexollari bor, pulligi bor, lini bor, magnitofon bor. Ana barlari bor. Mana. Yo'q. Temir metan. Benzinga yuradi. Taglari. Nima rasxod aka bunda? Mashinada. Rasxod yo'q, ha? Kraska polniy qilingan? Ha, polniy kraska. O'sha zanglagan joylari polniy qilingan, ha? Qancha qilib berasiz aka buni? Haqiqiy ishqibozli chiqsa bo'ladi. Ishqibozli chiqsa 2300 deyapmiz. 2300 dollar so'rayapsiz ekan, 2000-yil. Gaz, benzin ekan. Bermagangiz qancha bo'ldi? 1,5 ga berasizmi shitirga? Yo'q. Qanchaga berasiz? 2000 ga beraman. 2000 atrofida plyus-minusni qilasiz. Telefon nomeringiz bumi? 94lik. Mana akalar. Mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilasizlar. 042 35 20 raqamiga. Qayerdaki bu? Bo'ydan generalniy bo'ladimi? Bo'ladi. Takmi tuman bobas. 93-yilda ishlab chiqarilgan 06 so'ragan akalarimizga mana 06. Dehqonchilik a bu? Dehqonchilik mashina mana. Balonlar yaxshi ekan, ha? Kraska polniy shekilli, ha? Metani bor mana. Mashina antiprisda. Bekami ko'rs. Ko'rinishlari. Bitta kal ko't edi. Ha, bitta gap. Gazi bor ekan. Gazi bor ekan. Bek ekan. Ochinchi aka. Orqasini ham ko'rsatamiz. Temir metal. Dankarat kuluvchi nasoslari bor, zapaskasi bor, benzin baki bor. To'g'rimi aka? Qancha qilib beramiz? Ha. Narx qancha endi buni aka? qolmagan bo'lsa paydetcha paydet qilyapti. Narxi 1,5 million ozga tushib beradi. 1000 ga berasizmi? 1000 ga? Yo'q. Qo'shadimi? Qo'shadi. Ha, ozmas qo'shsa berasiz. Qo'shib beradi. Telefon nomeringiz? Telefon nomeri 91lik 91lik 200 03 84. 84 raqam chiqishiradi. Generalni ham bo'ladi, ha? Kelishasiz. Bo'ldi, generalniyda ekan.
Yo'ldan damas beradigan aka. 83-yilda ishlab chiqarilgan 07 so'raganlarimiz bo'lsa, 07 ko'rsatib yuboramiz akalar sizlarga. Mana tayyor. Tak. Metani bor ekan aka, metani bor. Akkumulyator yangi qo'ydingiz. Motorda muammo yo'q. Bu yangi motor. Motor ham qilingan. Balonlari ham yaxshi ekan, ha? Mana chexoli, poliga, lindomi, bari, magnitofon hamma yog'i bor ekan. Ko'ringlar. Zapaska, metan. Bu yerda nima bor? Benzin bak. Benzin yuradi aka. Benzin yuradi. Mana taglar akalar. Zadniy kamerasi ishlaydimi? Ishlaydi. O'zingiz meni yuribsiz-a buni? Ha, yo'q. Qanchaga bermadingiz aka? 1300. 1300 ga bermadingiz. Ha, qo'shimcha beramiz. Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomeri 94. 94lik 551 aha 55 50. 55 50 raqamiga chiqib ko'rasizlar. Motor, korobka, ходовой zadimiz Umuman bor. ovozi yo'q, ha. Polni kraska lekin ichiga o'tmagan. 77-yilda ishlab chiqarilgan 02 so'raganlarimizga 02. Dokumentlar joyida aka, ha? Tak, bagajlari bor, sploshnoy. Ko'ringlar, chexoli, polligi hamma yo'q joyida. Mana ochilish shekilli. Kraska tayyor qilib qo'yilgan. 02 so'raganlarga mana. Ishchan akalarimiz bo'lsa mana pollik и bunaqa displey ham qilib qo'ygan. Mana. Telefon qilaverasizlar akalar. Kelishtirib berilaveradi mashina. Temir metal. Qancha qilib beramiz aka buni? Narxi 1300. Ha, 2300 dan tushib berasiz. Kami bor. Bozor necha pul qildi aka? Endi hamma 1.5 1800 1800 gacha qildi. Sotgangiz yo'q. Ustiga yursa sotiladi. Motor, korobka, ходовой joy. 2000 ga bo'lsa berib yuboraman. 2 bo'lsa berasiz. Telefon nomeringiz 99 99lik 796 796 90 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Generalniy xil bo'yda akmet bo'laveradi, ha. Chiqimlari hech qanaqa nimasi yo'q. Qayerdaki o'zi aka bu? Marg'ilonniki. Mana ham ustakalarimiz bo'lsa, orqasiga yuk yuklab, bagajda bemalol liboy ish qilsangiz bo'ladi xullas akalar. Rasxoti ham yo'q ekan mashinada.